Assalomu alaykum, Biyotayim obunachilari. Anchadan beri kanalga dars joylamagan edik. Bugundan boshlab yana biz faolmiz. Bugun sizlar bilan abituriyent biologiya masala to'plamidan 33 dan 40 gacha bo'lgan masalalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Har bir masala oddiy va tushunarli usulda yechamiz. Agar siz sertifikatga yokida kirish imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu dars aynan siz uchun. Qani boshladik unda. Ulotrexning jinsiy va jinsiz ko'payish jarayonida jami 520 ta izogameta va zoospor ishtirok etgan. Quyidagi o'simliklarning jinsiz va jinsiy ko'payish jarayoni aks ettirilgan. Xo'p, Ulotrex berilyapti bizda. Jinsiy va jinsiy ko'payish natijasida jami 140 ta organizm hosil bo'ldi debdi. Xo'p, va bizda berilgan narsa jami zoospor va izogametalar soni 520 ta debdi. Demak, bularning qiymati 520 ga teng debdi. Xo'p, agar jinsiy ko'payishga x, jinsiz ko'payishga y bersak, izogameta zoosporlar soni 520 ta debdi. Bunda x plus y teng 520 ga. Xo'p, endi qarang. Bizda organizm soni 140 ta debdi. Buni ishlashdan oldin bitta qoidamiz bor bizda. Bitta zoospordan tak bitta ip chiqadi. Ikkita izogametadan bitta zigota chiqadi. Qoida va bitta zigotadan esa 4 ta ip chiqadi. Mana shu qoidamiz bor bizda. Xo'p, endi shu qoidaga qo'yishda foydalanamiz endi. Agar mana bu bir-birlikda ketsaylik, butun raqam bo'lib ketadi. Shu bois mana bir-birlikdan 11lik ko'tarib olamiz. Shunda izogametamni 10 deb olsam, zoosporim ham 10 bo'ladi. Izogameta zoosporlar 11lik ko'tarilgandan keyin organizmlar soni ham 1420 ta bo'ladi. Xo'p, ana shunda bizda izogametalarimizni 50% dan zigota hosil bo'ldi debdi. O'zi bizda 10 ta izogameta bor dedik. Xo'p, 10 ta izogametam 100% bo'lsa, 50% 5 ga teng. Menda 5 ta izogametam bor. Xo'p, bizda qoida 2 ta izogametadan bitta zigota hosil bo'lsa, 5 ta izogametadan 2,5 ta zigota hosil bo'ladi. Xo'p, biz aytyapti, zigotani debdi 30% dan ultrex deb hosil bo'ldi debdi. Xo'p, endi qarang. Qilib olamiz. Bizda o'zi bitta zigotadan 4 ta chiqadi. U 2,5 ta zigotadan esa 10 ta ip chiqadi. Agar buning hammasi qatnashgan edi. Lekin bizda 30% qatnashgan debdi. Bu degani endi 10 ta ipim 100% dan hosil bo'lgan bo'lsa, lekin bizda 30% dan ip hosil bo'ldi debdi. Bu degani 3 ta ip hosil bo'lgan. Qanday ko'payishda? Jinsiy ko'payishda. Jinsiy ko'payishda. Xo'p, demak bu endi 3x bo'ldi. Plus. Endi jinsiy topamiz. Zoosporlarimiz qoidamiz borda, bitta zoospordan bitta ip chiqadi. Agar u 100% bo'lsa, bizda esa 10 ta. 10 tadan 10 ta hosil bo'lishi kerak edi, lekin bizda 10 tani 25% qatnashdi. Xo'p, shunda 10 ta zoosporim 100% bo'lsa, 25% 2,5 ga teng. Bu endi jinsiz ko'payishdan kelib chiqqan organizm. Shunda 2,5 y bo'ladi. Teng 1420 ga. Xo'p, endi tenglama ishlaymiz. Demak, tepaga 2,5 berib yuborsak, y'lar yo'q bo'lib ketadi. Shunda 0.5x tushadi. Xo'p, 2,5 da endi ko'paytiramiz. 520 ga. 1300 ayirib yuborsaylik, 1420 ni 120. Xo'p. 120. Endi 120 ni 0.5 ga bo'lsaylik, shunda bizda chiqadi 240. Xo'p. Endi qarang, x'imiz 240 chiqqandan keyin y'imiz bizda kelib chiqadi 280. Ya'ni 520 dan 240 ayirib tashlasak, y qoldi 280. Xo'p. Demak, x'imiz bu jinsiy ko'payishdan edi. Y'imiz esa jinsiz ko'payishdan kelib chiqqan organizmlar. Bizda so'rayapti 33 ta. Jinsiz ko'payish ishtirok etgan hujayradagi xivchinlar sonini toping deb. Xo'p. Demak, jinsiz ko'payish debdi zoospor.
zoosporamiz bizda 280 ta. Xo'p, endi qarang. Bitta zoosporda 4 ta xivchin bo'ladi. Bu degani 280 ta zoosporda qancha xivchin borligini topish uchun ko'paytirib yuboramiz buni 4 ga. Shunda kelib chiqadi 1120 ta xivchinlar soni. Xo'p, bu javob bo'ladi 33 ga. Keyingisi 34-savol aytibdi. Izogametlardagi xivchinlar soni zoosporlar sonidan qancha farq qiladi? Izogametamiz bizda 240 ta. Xo'p. Endi 240 ta ko'paytirib yuboramiz 2 ga, shunda kelib chiqadi 480. Bu izogameta soni. Aytibdi, izogametlardagi xivchinlar soni va zoosporlar soni farqi deb. Xo'p. 480 da ayiramiz endi. Xivchinlar sonidan zoosporlar soni 280 ta. 280 ta. Ayirib tashlasak 200. Bu degani S bo'ladi. Bu 34 ga javob bo'ladi. 35 ga aytibdi bizda. Jinsiy va jinsiz ko'payishda so'ng hosil bo'lgan organizm, ya'ni iplar farqini so'raydi. Xo'p. Jinsiy jinsiz ko'payishda jami bizda 140 ta hosil bo'lgan edi. Xo'p, endi uni qanday topamiz? Demak, x'imiz 240 chiqqanda 240 ko'paytirib yuboramiz 3 ga. Hop, o'shanda kelib chiqadi bizda 720. Jinsiz ko'payishda 280 ta hosil bo'ldi. Buni ko'paytirib yuboramiz 2,5 ga. Chunki y bilan belgilagandik. 2,5 ga. Bu kelib chiqadi 700. Ayirib yuborsaylik 20. Hop, biz boshda uni 11 ga ko'paytirgan edik. Buni bo'lib yuborsak 10 ga 2. Farq 2 bo'lar ekan. Bu degani 72 ta jinsiy ko'payishda, 70 ta esa jinsiz ko'payishdan hosil bo'lgan ekan. Demak, bunga javob bo'ladi A. Bu 35 ga javob. Keyingiga o'tamiz. 36-savol. Biz aytibdi, polipeptid aminokislotasi tarkibida 5800 ta aminokislota mavjud deb. Ushbu aminokislotlar ikkilamchi strukturasi hosil qilishda vodorod bog' orqali bog'lanadi, o'zaro bog'lanadi debdi. Birinchi aminokislota to'rtinchi aminokislota bilan debdi. Demak, biz aytibdi, hop, birinchi aminokislota to'rtinchi aminokislota bilan bog'langan debdi. Hop, ikkinchi aminokislota beshinchi aminokislota bilan bog'langan debdi. Ikkinchisi bog'langan beshinchisi bilan debdi. Hop, uchinchi aminokislota oltinchi aminokislota bilan bog'langan debdi. Uchinchisi bog'langan oltinchisi bilan. Hop, aytaylik bizda endi qarang. Oqsil molekulasida nechta aminokislota bitta aminokislota bilan vodorod bog' orqali bog'langan deb. Faqat bitta vodorod bog' hosil qilsin deb. Bizda mana shunaqa tarzda ketaveradi. Qolgani yana davom etgan. Qachongacha borgan? 5800 tagacha borgan. Ya'ni eng oxiri bizga kelib chiqqan 5800. Xo'p, endi qarang. Bizda birinchi aminokislotamiz to'rtinchi bilan bog'langanda o'rtada farq 3 bo'ladi. Bu ham shunaqa. 2 5 bilan bog'langanda o'rtadagi farq yana 3 bo'ladi. 3 6 ni bor yana 3 bo'ladi. Bu degani har bitta aminokislotaning farqi 3 ta. Ya'ni birinchi aminokislota to'rtinchini bog'langanda o'rtada 3 ta aminokislota farq qilib qolyapti. Bu degani endi nima bo'ladi? Xo'p, 5800-aminokislotamiz bog'lanadi bizda. 5797 ga. Shunda o'rtadagi farq 3 bo'ladi. Keyingisi 5799-aminokislotangiz bog'lanadi. 5796 bilan. O'rtada farq 3 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 5798-aminokislotangiz bog'lanadi. 5795 bilan. Xo'p, endi mana bu yerda bizda aytayapti, oqsil molekulasida nechta aminokislota bitta aminokislota bilan vodorod bog' hosil qilsin deb. Endi qarang. Bitta vodorod bog' bilan bog'lanish uchun doim har doim eslab qolinglar, boshidagi organizmning aminokislota bilan oxirdagi aminokislota
doim bitta vodorod bog' bilan bog'lanadi. Mana 1 faqat tur bilan bog'lanyapti. 2 faqat 5 bilan bog'lanyapti. 3 faqat 6 bilan bog'lanyapti. Mana 5798 faqat 5795 bilan bog'lanyapti. Bu esa bu bilan, bu esa bu bilan bog'lanyapti. Qolganlari esa o'rtada ikkita vodorod bog' hosil qilamiz. Misol uchun tur ushlaydi 7 ni. Bundan 3 ta farq bo'ladi. O'shanda qarang. Mana yerda bitta vodorod bog' bilan bog'lanyapti, mana yerda bitta vodorod bog' bog'lanyapti. Bu degani ikkita vodorod bog' bo'lib qolyapti. Lekin bizda bitta bo'lsin deyapti. Agar deganda ikkita farq bo'lsa qanday bo'ladi? Misol uchun birinchi aminoksida bog'lanadi. Shuni boshqa rangda yozamiz. Tak, birinchi aminoksida bog'lanadi. Xo'p, 3 bo'lsin, 3 bilan bo'lsin deyapti. Xo'p, ikkinchi aminoksida bog'lanadi. Tak, 5 bilan. Uchinchi aminoksida bog'lanadi. Tak. Yo'q, adashdik. Farq 2 bo'lsin deyapti bizda. Mana yerda tur qildik. Uchinchi aminoksida bog'lanadi 5 bilan. Endi qarang. Mana yerda haqiqatan hozir 1 bilan 3 o'rtasida 2 farq bo'lyapti. 2 bilan 4 o'rtasida ham 2 farq bo'lyapti. Mana. Xo'p. 3 bilan 5 o'rtasida ham 2 farq bo'lyapti, lekin e'tibor bersak, mana yerda faqatgina 1 bilan 2 bir marta takrorlanadi. Lekin 3 1 bilan bog'lanadi, ham 5 bilan bog'lanadi. Bu yerda 3 kirmaydi. Bu yerda faqat 1 bilan 2 bitta vodorod bog' orqali bog'langan bo'ladi. Bu yerda esa mana yerdagi bizda bergan masalada 1 tur bilan bog'lanyapti, 2 5 bilan bog'lanyapti, 3 6 bilan bog'lanyapti. Agar tur bog'langanda 7 bilan turda olmasdik. Chunki tur 2 marta kelib qolgan bo'ladi. Xo'p, ana shunday qilib ishlab ketaveramiz. Keyingisi 37-masala. Bizda aytayapti, noma'lum miqdorda glyukozamiz to'liq va to'liqsiz parchalanish natijasida 366 mol suv va 318 mol ATF hosil bo'ldi. Energiya almashinuvining aerob bosqichi, ya'ni kislorodli bosqichda hosil bo'lgan ATF molekulasi glikolizdagi ATF molekulasidan necha marta ko'p ekanini toping. Xo'p, bu yerda ikki noma'lum tenglamaga solamiz. Xo'p, bizda demak chala bor debdi. To'liqsiz degan chala deb olamiz. To'liq degani umumiy 3 ta bosqich amalga oshgan. To'liq. Xo'p, chalaga x berib oldik, to'laga y berdik. Shunda suv hosil bo'lishi. Bizda chala parchalanganda 2 molekula suv chiqadi. 2 molekula suv chiqadi. To'liq parchalanganda esa 44 molekula suv chiqadi. Shuning uchun 2x plus 44 y teng suvimiz 366 ga teng. 366. Xo'p, va ATF debdi. Xo'p, bizda chala parchalanganda 2 ta ATF hosil bo'ladi. 2 molekula ATF. Qo'ydi. To'liq parchalanganda esa 38 molekula ATF chiqadi. Xo'p, demak bo'ladi bu 2x plus 38y teng 318 ga. Shuni boshqacha yozsak. Xo'p. Endi tenglamani ishlaymiz. Tepa o'zi bir xil ekan, ayirib yuboramiz. X lar ketadi. Xo'p, 44 x dan 44 y dan 38 y ayirib tashlasak bizda tushadi 6y. Xo'p, 366 dan 318 ga ayirib tashlasak bizda tushadi. Tak, adashmasam 48. Xo'p, endi qarang. 48 ni bo'lib yuboramiz 6 ga, y-imiz chiqadi bizda 8. X topish uchun y ni olib boramiz o'rniga. 44 ko'paytiramiz 8 ga, ayrasi 360 ni bo'lasiz x ga. Shunda x-imiz kelib chiqadi 7. Demak, bizda 8-imiz to'la parchalangan, 7-imiz esa chala parchalangan bo'ladi. Umumiy qiymati bizda bo'ladi shunda 13 molekula glyukoza parchalangan. Xo'p, lekin yo'q, 13 emas aytgancha o'zim. 15. Endi qarang. Biz aytayapti, energiya almashinuvining aerob bosqichida hosil bo'lgan ATF debdi. Ya'ni aerob bosqich bu 3-bosqich. 3-bosqich faqat to'lada bo'ladi. Hosil bo'lgan ATF molekulasi glikolizdagi ATF molekulalardan necha marta ko'p? Xo'p. Bizda 1 molekula glyukozamiz 3-bosqichda parchalanganda
36 molekula ATF chiqadi. Xo'p, lekin bizda 8 molekula parchalangan debdi. 8 ni ko'paytirasiz 36 ga kelib chiqadi 288 molekula ATF. Mana shu ATF debdi glikolizdagi ATFdan necha marta ko'p? Glikoliz degani bu faqat ikkinchi bosqich. Ya'ni ikkinchi bosqichda qarang, chala ham ikkinchi bosqichda o'taydi, o'z ichida to'la ham 1, 2, 3 gacha bo'lgan davrda 2 ni o'taydi. Shu bois umumiy olasiz. Ya'ni 15 molekula glyukoza ikkinchi bosqichgacha borgan, ya'ni glikolizgacha parchalangan. Ko'paytirasiz 2 ga 30 molekula ATF chiqadi. Glikolizda 2 molekula ATF chiqadi bizda qoidada. Xo'p, tamom, endi 288 ni bo'lasiz 30 ga. Chunki bizda necha marta ko'p deb 9,6 marta ko'p bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 38-masala. Piyoz o'simligida dominant D gen sariq rangda bo'lishini, retsessiv D gen esa oq rangda bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p, o'simlik genotipda katta D va katta R genlari birgalikda bo'lishi piyozning qizil bo'lishiga olib kelar ekan. Dominant D va gomozigot retsessiv genotipga esa sariq rangda bo'lishini, qolgan holatlarda esa oq rangda bo'lishi ta'minlar ekan. Xo'p, genetikada bitta qoida bor. Doim belgini to'g'ri yozish kerak. Belgiga qarab ota-ona yoki farzand topiladi. Xo'p, demak, ketdi. Katta D imiz bizda sariq rang debdi. Sariq rang debdi. Kichkina D imiz oq rangda bo'lishini ta'minlar ekan. Oq rangda bo'lishini ta'minlar ekan. Bu yerda komplementariy irslanish bo'lyapti, chunki katta D va katta R kelganda birgalikda piyozning qizil bo'lishi olib kelar ekan. Demak, katta D chiziqcha katta R kelganda uning rangi qizil bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi katta D chiziqcha kichkina R kelganda uning genotipi sariq rangda bo'lar ekan. Sariq rangda bo'ladi. Bo'lishini. Qolgan barcha holatlarda oq bo'lishini olib kelar ekan. Ya'ni qanday holatlarda? Kichkina D chiziq kichkina D katta R hamda kichkina D kichkina R bo'lgan vaqtda ularning rangi qizil, ya'ni oq bo'lar ekan. Shunday irslanish turi 9-3 tur irslanish nabori bo'ladi. Shunda umumiy qiymatimiz bizda bo'ladi 16 ta avlod tug'ilar ekan. Xo'p, aytyapti bizda tajribada qizil va oq rangli piyozlar chashtirilganda 37,5% qizil piyoz hosil bo'ldi. Endi qarang, qizil qanday yoziladi? Mana qizil piyozimiz katta D chiziqcha qo'yamiz, katta R chiziqcha. Aniq emas, oldida retsessiv yoki dominant gen borligini bilmaymiz, lekin fenotipi qizil. Shuni chashtir debdi bizga oq. Ya'ni oq genotipli, oq fenotipli organizm. Bizda oq ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Yoki mana bu holatda yoki bu holatda bo'lishi mumkin. Aniq emas. Endi qarang, uni bilishimiz uchun F1da biz aytibdi 37,5% qizil piyoz hosil bo'ldi. Qizil piyoz qanday bo'ladi? Katta D chiziqcha katta R chiziqcha. Mana shu chiqish kerak. Necha foiz? 37,5%. Endi buni qanday ishlaymiz? Xo'p, va bizga so'ragan narsa F1da hosil bo'lgan sariq rangli piyoz necha foiz egallaydi? Xo'p, sariq tug'ilish uchun katta D bo'lishi kerak va kichkina R bo'lishi kerak. Xo'p, endi qarang. Doim genning yarmi otadan o'tadi. Genning yarmi esa onadan o'tadi. Shu bois buni ona desak, buni ota desak, bu yerga kichkina R qo'yamiz. Chunki bizda sariq tug'ilish uchun ikki gomozigot retsessiv R bo'lishi kerak. Va bu yerga ham kichkina R qo'yamiz. Qolgan noma'lum. Xo'p, endi hisob-kitob qilamiz. 37,5% chiqish uchun qanday genotipli organizm chashtirish kerak? Xo'p, e'tibor bering. Avlodda ko'pincha
katta D kelyapti. Xo'p, endi taxminiy avlod, ya'ni ota-ona berib ko'ramiz. Ana shu ota-onamiz agar to'g'ri chiqsa, olib ketamiz. Deylik. Tak. 37,5 chiqish uchun chashtirib ko'ramiz. Misol uchun buni kichkina d deb olamiz. Bu yerga esa kichkina d. Ya'ni birinchi buni olib ko'ramiz. Agar mana shu to'g'ri chiqsa, shunda qolamiz. Agar buni chashtirib ko'rganimizda to'g'ri chiqsa, shuni olamiz. Tak. Katta r oldik. Mana. Hop, kichkina r ni qayerdan bildik? Kichkina r bizga sariq tug'ildi deb. Hop, endi shuni chashtirib ko'ramiz. Qarang. Gamet olish kerak. Endi bunda gamet olish uchun ikki xillar, ya'ni heterozigotalar 2 qo'yamiz. 2 ni ko'paytirsak 4. 4 xil gameta chiqadi. Bu yerda 1, 2. 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2 xil gameta chiqadi. Gametalarni o'zaro ko'paytirganimizda bizda avlodlar soni ko'p chiqadi. Xo'p, endi qarang, buni tekshirib ko'rish uchun gametani pentga tayab qo'yamiz. Xo'p, endi qarang. 4 bo'lsa 2 ga har 2 ta takrorlanadi. 2 ni 2 ga bo'lsak har bittada takrorlanadi. Ya'ni katta D dan 2 marta yozamiz. Katta D. Endi kichkina D. Tamam, D'lar tugadi kombinatsiyasi. Endi katta R bitta takrorlanadi. Kichkina R, katta R, kichkina R. Xo'p, endi bundan ikki xil genotipdagi gameta tushadi. Bir xil ekan D'larimiz. D yozib olamiz. Ya'ni kichkina D, katta R va kichkina R. Xo'p. Bo'ldi mana. Endi qarang. Tekshirib ko'ramiz. Mana bu katta D va katta R 37,5% chiqish uchun 37,5% chiqish uchun mana buni tekshirib ko'ramiz. Katta D bor, katta R bor. Bitta, katta D, katta R. Ikkita bo'ldi. Bu yerda boshqa bo'lmaydi, chunki kichkina D bo'lib qolgan. Bu yerda katta D bor, bu yerdan katta R bor. Bu yerda kichkina R yo'q. Avlodimiz 8 ta chiqdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Demak, 8 tamiz 100% bo'lsa, haqiqatan katta D, katta R, ya'ni qizillar tug'ilish ehtimoli 3 ta. 3 dan 37,5% ni egallaydi. Demak, gametamizni, ya'ni ota-onamizni to'g'ri olgan ekanmiz. Bizda so'rayapti, F1 da hosil bo'lgan sariq rangli piyoz necha foiz egallaydi? Sariq bo'lish uchun katta D va kichkina R bo'lish kerak. Tak, mana katta D, kichkina D, kichkina R. Mana bu necha foiz egallaydi? Bu 8 dan bitta. 8 dan 100% bo'lsa, bittan necha foiz? Tak, adashmasam 12,5% ni egallaydi. Javobimiz 12,5. Xo'p, agarda mana shu D heterozigotaga gomozigot retsessivli, D gomozigot retsessiv oq chashtirganimizda bizda 4 avlod tug'iladi. Ya'ni 4 bo'lsa 1 bitta gameta chiqadi. 4 kira 1 4 ta. O'shanda katta D va katta R tug'ilish ehtimoli 25% bo'lib qolar edi. Lekin bizda 37,5% degan hisobga buni chashtirmadi. O'shani to'g'ridan to'g'ri bitta heterozigotalarga chashtirdi. Agarda shartda 25% tug'ildi desa, qizilni chashtirasiz gomozigota retsessivga. O'shanda 25% tug'iladi. Chunki 4 ta avlod hosil bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz unda. 39-masala. Demak, bizda aytibdi, diploid navli o'simlikning changdonida 64 ta birlamchi jinsiy hujayra hosil bo'ldi. Hujayralar meyoz va mitoz bo'lishidan so'ng hosil bo'lgan spermalarning ma'lum qismi urug'lanish jarayonida qatnashmadi. Xo'p, tuxum hujayrani urug'lantirishda ishtirok etmagan spermalardagi xromosom soni 6912 dan tashkil qilsa. Tak, bizda 64 ta diploid navli, ya'ni diploid 2 ni 36 ga teng bo'lgan birlamchi hujayramiz bor. Ya'ni buni biz
mikrosporatsit deymiz. Doim mikrosporatsit 2 nda bor bo'ladi. Buni ikkinchi tomi birlamchi jinsli hujayra deyiladi. Xo'p. Endi qarang, bizda qoidamiz bor. Ya'ni bitta mikrosporatsitdan bir tur qoidasi. 1 tur 8. 4 ta mikrospora, 4 ta chang, 8 ta spermiya kelib chiqadi. Mana shu qolipni yodlab olishlaring kerak. Xo'p. Bizda 64 ta mikrosporatsit, ya'ni birlamchi jinsli hujayra bor deb. Bundan qancha spermiya hosili borligini topish uchun 64 ni ko'paytiramiz 8 ga 512 ta spermiya kelib chiqadi. Endi aytayapti bizda mana shu spermiyalarning hammasi ham urug'lanishda qatnashmadi degan jumla bor maytda. O'sha e'tiborga olamiz va aytayapti yana tuxum hujayralarni urug'lantirishda ishtirok etmagan spermiyalardagi xromosom soni 6912 ta. Qarang, spermiya doim nabori n bo'ladi. Bizda 2 nimiz 36 bo'lgandan keyin n naborimiz bo'ladi 18. Demak, n naborimiz teng ekan 18 ga. Bizda urug'lanishda qatnashmagan xromosom soni 6912 ta. Bu degani 6912 ta xromosomani bo'lamiz 18, ya'ni n naborga. Xo'p. 6912 ni bo'lamiz 18 ga. 384 ta. 384 ta spermiya soni. Qanaqa spermiya desak buni? Tuxum hujayralar urug'lanishda qatnashmagan spermiya. Bu yerda endi qarang. Siz adashishingiz mumkin. Bizda 512 ta spermiyamiz bor edi, shundan 384 tasi qatnashmagan. Ayirib qo'yib, qatnashgan topa olmaysiz. Ya'ni nima demoqchiman? Buni ichida endospermni urug'lantirgan spermiyalar ham bor. Umumiy qush urug'lanishda qatnashmagan spermiyalar ham bor. O'shani e'tiborga oling. Xo'p, endi nima qilamiz? Qarang. O'zi bizda qonun bo'yicha umumiy qatnashganda edi. 512 ta bo'lsa, qatnashganda edi. Mana 512 ta spermiyam bor. O'shanda qatnashganda edi. Normativ bo'lganda 256 tasi bilan 256 ta, ya'ni 250 tasi tuxumni urug'lantirardi, 256 tasi esa markaziy urug'lantirar edi. O'shanda shuncha tuxum va shuncha markaziy hosil bo'lar edi. Lekin bizda ma'lum qismi tuxum hujayralarni urug'lantirgan va umumiy urug'lanishda qatnashmagan spermiyalar ham bor. Uni endi qanday hisob-kitob qilamiz? Bizda 512 ta umumiy spermiya bo'lsa, shundan ayirib tashlasak 384 ni bizda kelib chiqadi 128 ta spermiyamiz urug'lantirgan tuxum hujayrani. Tuxum hujayra urug'lantirgan. Xo'p, endi bu degani nima degani? 128 ta tuxum bormi? Qoida. Bitta urug'da ham bitta tuxum, bitta markaziy bo'ladi. Bu degani 128 ta tuxum bo'lsa, 128 ta markaziy ham bor. O'shanda ularning qiymati 256 ta spermiya bo'ladi. Umumiy qatnashgan. Qatnashmaganini topish uchun umumiy 512 ta spermiyadan ayirib tashlasak 256 tasi qatnashmagan bo'ladi. Biz aytyapti, urug'lanish jarayonida so'ng hosil bo'lgan endospermdagi avtosoma xromosom soni. Demak, bizda 128 ta markaziy hujayramiz bor va 128 ta sperm qo'shilishdan 128 ta endosperm hosil bo'ladi. Xo'p, tamom. Endospermimiz 3 nabor bo'lgandan keyin uning qiymati teng bo'ladi 54 ga. Shunda n naborimiz 18 ku, o'shani 3 ga ko'paytirib olsalik 54 ta bo'ladi. Bizda 128 ta endosperm bor. Uni ko'paytiramiz. Shunda 54 ga. Chunki bitta endosperm 54 nabor bo'lsa, 128 tasi qancha? Desak, yo'q. 128 ta ko'paytirib 54 ga, sababi bizda avtosoma so'rayapti. Bu degani ko'paytirasiz. Qarang. 54 umumiy uchindagi xromosoma bo'lsa, lekin biz avtosoma so'rayapti. Bu degani ayirasiz 3 ta.
Shunda 51. Bizda avtosom so'ragan hisobiga ko'paytiramiz 51 ga. Kelib chiqadi bizda 6528. Ko'paytirib ekan 128 ko'paytiramiz 51 ga. 6528 ta. Demak, javobimiz shu. Agar biz avtosom so'ramaganda ko'paytirib yuborardik 54 ga. Xo'p, mana yerda tushundik-a, demak. Xo'p, umumiy spermadan qatnashmagan va tuxum markaziy urlantirganni ayirib tashladik. Qoldi 128 tuxum hujayra. Shunda 128 ta tuxumni urlantirgan bo'lsa, 128 markaziy urlantiradi va 128 endosperm hosil bo'ladi. Bizda agar shartda qatnashmagan top deganda 256 ta derdik. Bizda endospermda avtosom so'rayapti. Xo'p, keyingisi 40. 40-masala. Xo'p, demak ishlaymiz. Bizda odamda polidaktiliya va katarakta kasalliklari bor ekan. U yuzaga chiqaruvchi genlar avtosomada joylashgan debdi. To'liq birikkan holda. Ya'ni krasingor bo'lmagan debdi bu yerda. Rahit D va tish emalining qora rangligi katta H esa jinsiy X xromosomida to'liqsiz debdi. Bu degani krasingor bo'lish ehtimoli bor. Holda irslanadi va krasingor 8 krasingor aytib qo'yibdi mana. Xo'p, belgi yozib olamiz. Birinchi qoida genetikada belgi yozilishi shart. O'shanda ishingiz tezroq o'tadi. Demak, polidaktiliya va katarakta. Bular katta A debdi, katta B debdi. Shunda kichkina A bilan kichkina B imiz sog' bo'ladi, ya'ni normal bo'ladi. Bu ham sog', bu ham sog'. Bizda bitta jumla bor, qaranglar. Mana yerda to'liq birikkan debdi. Bu degani krasingor kuzatilmaydi degan. Bu yerda to'liq birikkan holda irslanadi. Xo'p. Keyingi belgi rahit. Ya'ni rahit bo'lishi katta D holda irslanadi, kichkina D esa sog'. Tish emalining qoraligi debdi. Tish emalining qoraligi. Bizda katta H bilan ifodalanadi debdi. Demak, kichkina H tish emali shunda oq bo'ladi. Endi bular to'liqsiz debdi. Ya'ni bu yerda krasingor bo'lish ehtimolligini aytib ketyapti bizda. 8 Morgan deb ketyapti krasingor. Xo'p. Endi ishlaymiz, qarang. Bizda berib qo'yapti, mana yerda otasi polidaktiliya, katarakta va rahit bilan kasallangan debdi. Xo'p. Otasi polidaktiliya deb. Polidaktiliya bo'lish uchun katta A bo'lishi kerak. Katarakta va rahit bilan kasallangan deb. Katarakta bo'lish uchun katta B bo'lishi kerak. Xo'p, rahit bilan kasallangan. Rahit bo'lish uchun X ga birikkan debdi bularda. X ga birikkan, bular esa avtosom birikkan debdi. Xo'p. Rahit bo'lish uchun demak ota bu erkak kishi bo'lgan hisobiga X Y qo'yib olamiz. Rahit degan hisobiga katta D qo'ydik. Va rahit bilan kasallangan tish emali oq deb. Oq bu retsi belgi, kichkina H. Mana bu yerdagi belgisini aytmayapti. Shuni chashtiribdi. Boshlaymiz mana yerda ona. Onasi barcha belgi bo'yicha sog' debdi mana. Onasi barcha belgi bo'yicha sog', tish emali esa qora debdi. Onasi barcha belgi bo'yicha sog', tish emali esa qora. Demak, ona ayol kishi barcha belgi bo'yicha sog' bo'lish uchun polidaktiliya, katarakta, rahit bilan sog' debdi. Bu degani kichkina A, kichkina B sog' degandan keyin retsi bo'ladi har bitta belgi va rahit bo'yicha sog'. Kichkina D, kichkina D. Lekin tish emalini mana yerda aytibdi, qora debdi. Qora degani bu katta H. Aytmayapti mana yerdagi. Bu onasi qora bo'lgan tetra, ya'ni to'rttali heterozigotali ayol deb. Ya'ni bulardan tug'ilgan farzand qiz tug'ildi. Mana shu ayol debdi, ya'ni tetra heterozigota. Bu degani har bir belgi bo'yicha tetra heterozigota. Endi qarang. Yarim genni oladi otadan. Shunda katta A, katta B bo'ladi. Yarim genni oladi onadan. Kichkina A, kichkina B. Xo'p, endi
x tug'iladi, chunki qiz bola. Bu yerdan katta D, kichkina h o'tadi. Bu yerda esa kichkina D, katta h o'tadi. Mana bu ayol chachtirildi. Bizda ayol barcha belgi bo'yicha sog' tish emali oq yigitga. Barcha belgi bo'yicha sog' deb. Bu degani kichkina a, kichkina b, kichkina a, kichkina b. Yigit raxit bilan chalinmagan. Bu degani kichkina d hamda tish emali oq debdi. Kichkina h bo'ladi. Endi bundan gamet olamiz. Xo'p, ikki xil. To'rtta bo'lishi kerak normal gametda. Lekin bizda mana yerda krasingor bor, 8%. Bundan gametlar bir xil, ikki xil. Ikkita gametda chiqadi. Hech qachon o'g'il bolalarda krasingor kuzatilmaydi. Doim jins genetikasida krasingor X xromosomida kuzatiladi. Xo'p, endi gametda olamiz. Tak. Demak, chizib olamiz. Dastlab yigit bo'yicha gamet olaylik. Ikkita gametda chiqar ekan. Tak. Kichkina a, kichkina b, kichkina a, kichkina b. Bir xil chunki endi x tushadi. Katta kichkina d, kichkina h va egil tushdi. Xo'p. Bizda normal holatda 4 ta tushadi, lekin krasingor bo'lgan hisobiga 8 ta gamet bo'lib ketadi. Endi qarang. Dastlab normal holatda olamiz, ya'ni katta A, katta B, yana har 4 2 bo'lsa har ikkita takrorlanadi, shuning uchun katta A, katta B deb oldim. Endi kichkina A, kichkina B, kichkina A, kichkina B. Xo'p, endi bular normal holatda tushadi, ya'ni x katta D, kichkina h, x kichkina d, katta h, x katta D, kichkina h, x kichkina d, katta h. Xo'p, bu no krasingor bo'lgan holat. Endi krasingor bo'lgan holatda davom etamiz. Katta A, katta B, katta A, katta B. Teskari qo'ydim. Xo'p, kichkina A, kichkina B, kichkina A, kichkina B. Xo'p, avtosomoni gametasi tushdi. Endi xromosomani krasingor bo'lgan, ya'ni katta D bu yerga o'tadi, kichkina D esa bu yerga o'tadi. O'shanda bizda hosil bo'ladi krasingorimiz X katta D, katta H. Shunda X kichkina D, kichkina H bo'ladi. X katta D, katta H, X kichkina D, kichkina H. Bu krasingor bo'ldi, ya'ni 8% ga teng. Shunda bu yer 92% ga teng bo'lar edi. Xo'p, bizda so'rayapti, ushbu oilada tug'ilgan farzandlarning necha foizi debdi. Polidaktilia, katarakta va raxit bilan kasallangan. Yozamiz, qarang. Demak, F1 da so'ragan narsa polidaktilia, katarakta va raxit bilan kasallanish kerak. Bu degani katta A bo'lsin genotipda, katta B bo'lsin debdi genotipda va raxit bilan kasallangan bo'lsin debdi. Raxit bo'lish uchun katta D kasallangan va tish emali oq bo'lgan o'g'il bola debdi. Oq bo'lish uchun kichkina h bo'lish kerak. Avloddan mana shunaqa genotipli organizm qidiramiz. Ya'ni katta A, katta B, katta D, kichkina h. O'g'il bola bo'lsin degan hisobiga mana yerdan bemalol qizlarda chiqarib tashlaymiz. Faqat o'g'illarchidan qidiramiz. Katta h bo'lganlarda ham chiqarib tashlaymiz. Mana katta h chiqib ketadi. Bu yerdan katta h chiqib ketadi. Bu yerdan ham chiqib ketadi, bu yerdan ham chiqib ketadi. Bizda kichkina h, ya'ni oq bo'lsin debdi, tish emali. Xo'p, endi tekshirib ko'ramiz. Katta A, katta B bor va katta D, katta H ham bor. Bu kiradi. Tak, bu yerda katta B yo'q.
chiqib ketadi. Bu yerda katta B bor, lekin katta D yo'q. Chiqib ketadi. Bu yerda ikkalasi ham yo'q. Demak, bitta to'g'rilar ekan. Xo'p, endi qanday hisob kitob qilamiz? Qarang. Bizda Krassingoyer bo'lmagani 92%, to'g'rimi? 92%. Krassingoyer bo'lgani esa 8%. 92 ni endi 4 ga bo'lib bersaylik, shunda bizda kelib chiqadi 23 dan. 23%, 23%, 23%, 23%. Endi qarang, mana bu ikkalasi o'zi qiymati 100 bo'lishi kerak. Bu tomon gametasi. Hozir bir ikkita avlod turgan hisobiga 50% dan tushadi. Bu degani 23 2 ga bo'linadi. O'shanda 23 2 ga bo'lsak bizda kelib chiqadi 11.5%. Demak, javobimiz mana shunaqa genotiplarga 11.5% to'g'rilar ekan. Tak. Tamam. Tushunmay qolgan bo'lsalaring, videoni boshqatdan yaxshilab ko'ringlar. Har bitta joyini to'xtatib, daftarga yozib ko'rsalaring, tushunasizlar. Qoidani esdan chiqarmanglar. Birinchi, genetikada doim belgi to'g'ri tartibda o'zingizga qulaylashtirib yoza olishingiz kerak. Qaysi autosoma, qaysi jinsiy xromosoma va Krassingoyer qaysi birda bo'ladi va o'shanga qarab e'tibor bilan ota-onasiga qarab uning farzandlari va farzandlarining farzandlarini chalg'imasdan yozib gameta olish kerak. Gameta olishda to'g'ri tartibda ketsak, o'shanda chalg'imaysizlar. Ya'ni adashib ketishlaring ehtimoli past bo'ladi.